Leksiyemizden devam hürmetli vatandaş. İkincilik siyen sizlerge leke. Devamlıq sözdeyimiz, aydı sözdeyimiz, kündü sözdeyimiz. Bugünkü İslah işkimen 23. yıl 7. ayının 28. günü. Heptige cüme vatandaşı. Endiki mavzumunda en ali yol yürek. Amerika Qo'shma Shtatlarining Alyaska shtatida tunji qatam suhbat o'tkazdi. Tayvan, Hong Kong, Xinjiang, Uyg'uriston mavzularida ikki taraf bir-biriga yo'l qo'ymadi. Mavzuliq video film 2021 yil 3-oyning 19 kuni YouTube'da e'lon qilindi. Aptori TVBS video film ishlash orbiti. Ko'rdingiz mi? Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat ishlar kotibi Antony Blinken birinchi bo'lib so'zlab birinchi bo'lib eg'iz ochib Xinjiang, Uyg'uriston masalasini eg'iz qildi. Meyada hozir mavzu qo'yganda Tayvan, Hong Kong, Xinjiang deb bu temini shunday o'zgartgan vatandosh. Yuqorqi video film ishlash torbiti. TBS. 3-oyning 18 kuni 2021 yil 3-oyning 18 kuni va 19 kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining Alyaska shtatida ikki davlat Amerika Qo'shma Shtatlari bilan jungo o'tirib suhbat o'tkazildi. Bu suhbat tarixning batlariga Amerika jungo ikki davlatning tunji qatam o'tkazgan suhbati deb yozildi. Bu suhbatga Amerika tarafdan Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken, Amerika Qo'shma Shtatlari Aqsaray davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan 2 nafar Amerika Qo'shma Shtatlarining yuqori darajalik 2 nafar amaldori qatnashdi. Jungo tarafdan Jungo Kompartiyasi Markaziy komiteti diplomatiya ishlari ishxonasining mudiri, Markaziy komitetning hay'at a'zosi Yang Jiechi va Jungo davlat mahkamasining a'zosi, Jungo tashqi ishlar ministrligining ministri Wang Yi qatnashdi. Birinchi bo'lib Amerika Qo'shma Shtatlarining suhbat vakili, Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Antony Blinken birinchi bo'lib so'z ilib so'zida mundaq ko'rsatdi. Biz bugun Jungoning haddi harakatlaridan ansirayotganligimizni muhokama qilamiz. Jumladan Xinjiang, Uyg'uriston meselesi, Hong Kong meselesi, Tayvan meselelerini torbatlarda hakerlarning Amerikaga hujum qilishlarini hamda Jungoning Amerikaning ittifoqdoshlariga iqtisodiy zo'ravonlik qilishlarini ham muhokama qilamiz. Jungoning bu harakatlari prensipni asos qilib butun yer sharining muqimligini saqlayotgan dunyo tartibiga tahdid olib keldi. Shunlashqa bu ishlar hargizmi Jungoning ichki ishi emas. Tekrarlayman vatandosh, shunlashqa bu ishlar hargizmi Jungoning ichki ishi emas. Hargizmi Jungoning ichki ishlar masalasi emas. Bu albatta bizden bu mesele to'g'risida majburiyatimiz bor deb qaragan masalalarni bugun bu yerda o'tirg'a qo'ydik. Jungo vakili, Jungo Kompartiya Markaziy komitet Tashqi ishlar komiteti ishxonasining mudiri Yang Jiechi mundaq ko'rsatdi. Xinjiang, Uyg'uriston, Tibet, Tayvan hammasi Jungo territoriyasining ayrılmaz bir qismidir. Biz Amerikaning Jungoning ichki ishlariga aralashishi qat'iy qarshi turamiz.
Biz Amerika bu doğruda kullangan Cüngünün işki işleri qarlışıdığan hareketlerge qat'i inkas qaytırımız. Men ötken dedim zilzilige. Dünyanı zilzilige salgan 4 minut. Berilge vakit Aksaray devlet bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan'a 2 minut. Berilge vakit Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Antony Blinkenga berilgan vaqt 2 minut. Jam'iy 4 minut. 4 minut ichida Amerikaning yuqori darajalik amaldorlarining Amerikaning Alyaska shtatida Jungo Xalq Cumhuriyati vakillari bilan o'tkazilgan suhbatda o'tirib qo'ygan masalasi Uyg'uriston masalasi, Hong Kong meselesi, Tayvan meselesi Cüngünün işki işemez. Bu 4 minut dünyanı zilzilge salgan 4 minut. Şu qatada bu yıl 2023 yılı 2. ayının 23. günü Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken Tayvan herkes Cüngünün işki işemez. Bundan burun 2021 yılı 10. ayının 26. günü yani 6 ay ötkendiğin keyin yuqorqi suhbat elip berilip 6 ay ötkendiğin keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken bütün dünya demokratik davlatları o'rninglardan dasturini biz hammamiz birlikte Birleşken Tayvan'da Birleşken Devletler Teşkilatı elip kireydi. Demek ki siyaset çıktı vatandaş. Bu bir sistema. Bu siyasetin logikisi Amerika Qo'shma Shtatlari tashqi siyasetinin logikisi mantiqsi bir qurilma. Parchalashga bo'lmaydigan qurilma. O'zgartishga bo'lmaydigan qurilma. Ba'zi undaq diplomatik so'rinlarda rang tuzab beqishi yoki rang berilishi mumkin. Endi bu so'z iboralarga biroq o'zgarmaydigan sistema. Tashqi siyosatda o'zgarmaydigan mantiqa Amerika Qo'shma Shtatlarining shunglashqa biz bugun buningga eng oliy yo'l yo'q. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari 2 nafar amaldorining 2021 yılı Alyaska shtatida Junxo Xalq Cumhuriyati bilan o'tkazgan suhbatida o'tirib qo'yilgan masalalar Uyg'uriston masalasi, Hong Kong masalasi, Tayvan meselesi bu Cüngünün işki işemez. Beraber müstemlikedir. Beraber besibilingan, zepti kılıngan, kurallık egellep elingan meseledir. Yani şundakla beraber bunun arka görünüşü, yani halkara işlağı bağlılık arka görünüşü intayim mürekkep. Tarihinin kurulmuluk terkibige kirip ketken ve yani bugün şu tarihinin kurulmuluk cevheredin yadrosudan ekip çıkıp dünyaya qaytadan göz açkan meseleler. Bulup mu bunun içinde Uyg'uriston meselesi. Şuna biz bunu ali yol yo'q deymiz. Hem kündüz deymiz, aydısız deymiz, yıldızsız deymiz. Ta ki kaçan Uyg'uriston özünün hukuki, devlet kuruş hukuki, devlet kuruş hukuku ve şu devleti yaşaş hukuki, yaşam hukuki, hayatlık hukuki, erkinlik hukuki, baxit qo'g'lishish huquqi, Amerika Qo'shma Shtatlarining mustaqillik kitobnomasining ro'yi bo'yicha yashash huquqini qo'lga keltirguncha kundisiz deymiz, oydisiz deymiz, yildisiz deymiz, eng oliy yo'l yo'q. 2021 yil Amerika Qo'shma Shtatlarining Alyaska shtatida Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken o'ttirg'i qo'ygan 3 rayon, 3 o'lka Uyg'uriston, Hong Kong, Tayvan meselesi doğrusudur ki tashqi siyosat aniqlamasini
Şundaq vatandaşım, biz kündüz sözleymiz.